Kim qaraydi unga? Seni oting baqodiyu nomard. Seni oting ham yaxshi hayot yashamagan, sabr qilgandi. Ashu onang bilan sabr qilib yashagan. Yomon kunlar bo'lmagan deyapsan. Ularning hayoti. Sendan ham yomon ko'pkan yomon kun bo'lgan. Ular 90-yillarda hali non yo'q, pul yo'q kunlarni ko'rgan. Seni ko'zingga tashlagan baqodiyu nomard. Senga 7 litr havo ko'rmadi-yu. Seni havo ko'rsa 7 litr bo'lardi. Yetti yo'q, yüzsizlar. Videoni ko'rdilar, kommentariylarga просто qanaqa fikrlarni yozib ketamiz. Akaga просто respekt. Aslan xodimlar jamiyatimizga kerakda, jonkor xodimlar. Rahmat aka. Просто zo'r gaplar bo'pti. Hozir buni oldini olaylik. Bolalar yetim qilmaylar kelar.